Endi PAP-A degani nima degani? PAP-A degani bu ham homilador ayollarni birinchi trimestrida 11-12 hafta homiladorlik davrida tekshiriladigan juda ham ijobiy natija, ijobiy xulosa beradigan tekshiruv usuli hisoblanadi. PAP-A'da qondan, venadan qon topshiriladi laboratoriyaga. Buni PAP-A degan so'z inglizcha so'z. Ruschasi ham PAP-A, inglizchasi ham PAP-A deyiladi. PAP-A to'g'risida o'zbekcha ma'lumotlarimiz kam. Men sizlarga hozir mana shu PAP-Ani o'zbekcha ma'nosini aytaman. Quloq solinglar, iloji boricha eslab qolinglar va savollaring bo'lsa, bemalol savollarni beraverasizlar. PAP-A degani o'zbekcha ma'nosi homilador ayolni qon plazmasidagi, ya'ni qonni tarkibi, qon plazmasidagi A oqsilining miqdori, ya'ni o'zbekcha ma'nosi PAP-Ani homilador ayolni qon plazmasidagi A oqsilining miqdori. Bu normada 0,5 dan 2,7 единицagacha bo'ladi. 0,5 dan 2,7 единицagacha bo'ladi. Международный единицani o'zbekcha nomi, ma'nosi xalqaro birlik. Endi judayam e'tiborli bo'lib tinglanglar. Bundan tekshiruvdan maqsad nima? PAP-Ani tekshiruvdan maqsad nima? Homilador ayolni organizmida o'sha qon plazmasidagi A oqsilining miqdori 0,5 международный единицаdan kam bo'lsa, bu yaxshi holat hisoblanmaydi. Ya'ni mana shu homilador ayolni qornidagi rivojlanayotgan chaqaloqchada xromosoma kasalliklari yoki aqli zaif bo'lib rivojlanish, Down sindromi bo'lib rivojlanishdan bu darak beradi. Yana bir bor tushuntiraman. Qon tekshirilganda PAP-Aning miqdori 0,5 MY, ya'ni xalqaro birlikdan kam bo'lishi mana shu homilador ayol organizmida rivojlanib kelayotgan chaqaloqda aqli zaiflik belgilari borligidan dalolat beradi. Shuning uchun biz tekshiramiz. Agar PAP-A analizimizning javobi 0,5, 1, 2 dan yuqori bo'lsa, bu значит yaxshi ma'lumot, yaxshi ko'rsatkich, ya'ni chaqaloqda aqli zaiflik belgilari yo'qligini ko'rsatadi. Chaqaloq normal rivojlanib kelayotgandan darak beradi. 2 va undan yuqori bo'lsa, bu juda yaxshi ko'rsatkich. Endi Down kasalligi haqida qisqa ma'lumot beraman. Down kasalligi odam organizmida o'tgan ma'ruzalarimizda, leksiyalarimizda aytganman. 23 juft xromosomani 21-juftida qo'shimcha bitta yana xromosoma paydo bo'lib qoladi. 21-juftida 21 plus 1, shunda 21-juft xromosomani trisomiya deyiladi. Bu Down kasalligi deyiladi. 18-juft o'sha xromosomalarni 18-juftida plus bitta yana rivojlanib, 2 ta dona emas, 3 ta bo'lib rivojlansa, bu Edward sindromi deyiladi. Bu kasallik ham aqli zaif bolalar tug'iladi. Bu Edward sindromida va Down sindromida. Ikkalasida ham bolalar
aqli zaif bo'lib tug'iladi. Shuning uchun skrining tekshiruvidan maqsad qon analizini tekshirishdan maqsad mana shu xromosoma kasalliklari, irsiy kasalliklarini oldini olish va zarur bo'lganda homiladorlikni erta muddatidan oldin to'xtatish degani. Bugungi ma'ruzamiz asosan mana shu HGC va PAP-A tekshiruvlari yuzasidan bo'ldi. Keyingi ma'ruzalarimizda ikkinchi trimestrdagi AFP miqdori va erkin estradiol haqida bo'ladi. Undan keyingi ma'ruzalarimizda mana shu skrining tekshiruvidagi chuqurlashtirilgan Doppler tekshiruvi nima va kardioechografiya tekshiruvi qanday olib boriladi, shular haqida ma'lumot beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni tinglashda davom etinglar. Mana shu ma'ruzalarni iloji boricha gruppalarga, tanishlaringizga jo'natinglar. Ko'pchilik ko'rsin, eshitsin va mana shu homiladorlik davridagi nima uchun shu tekshiruvlarni qilamiz degan savoliga javob olishsin. Rahmat yana bir bor, sog' bo'linglar.